Bugun uzoq kutilgan kun. Registon ta'lim loyihasining 12-konferensiyasi bo'lib o'tmoqda. Assalomu alaykum ustoz. YouTube'laringiz bilan tabriklaymiz. Kutganmidingiz shunaqa yutuqlarga erishishga? O'tgan yil yilning eng faol ustozi bo'lgandik. Bu yil albatta undan kattaroq natijaga erishishga harakat qilgandik. Natijalar qilishga harakat qilgandik va bu natijani to'g'risi kutmagandim. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Yilning eng fidoyi ustozi bo'lish baribir odamga katta mas'uliyat, yanada katta yutuqlarni erishishga turtki bo'ladi. Bundan biz ichimizda faxr, g'urur, bir yillik charchoqlarimiz unutilib, keyingi yilda yanada katta maqsadlar qo'yib, bu yil 400 talab natijalar chiqargan bo'lsak, keyingi yilda minglab natijalar chiqarishimizga aynan mana shu taqdirlanganimiz bizga kuch-quvvat beradi. Buning uchun albatta Registon ta'lim loyihasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Assalomu alaykum ustoz. YouTube'laringiz bilan tabriklaymiz. Kutganmidingiz shunaqa natijalarga erishishga? To'g'risi aytadigan bo'lsam kutmagandim. Kutgan yutuqlarimizni bunchalik sazovor qilib eng fidoyi ustoz namunasi o'tgan yil o'tgandek. Inshaalloh keyingi yillarda ham nasib qilsin. Harakat qilamiz bor kuchimiz bilan o'quvchilar natijasi uchun, Registon oilasi uchun harakatga hech qachon to'xtamaymiz. Inshaalloh davomiy bo'lsin. Muvaffaqiyatlarimiz umumiy Registon oilasiga muvaffaqiyatlar tilayman va bildirilgan ishonch, bildirilgan e'tibor uchun rahmat. Yutuqlaringiz bilan tabriklaymiz. Kutganmidingiz? Alaykum assalom. Kutmagandim to'g'risi. Oz bo'lsa ham mehnatimizni qadrlab, shu Registon fidoyisi nominatsiyasiga loyiq ko'rishgan ekan. Bundan keyin ham qo'ldan kelgancha harakat qilib, Registon ta'limiga, O'zbekiston ta'limiga oz bo'lsa ham o'z hissamizni qo'shishda davom etamiz. Rahmat hammaga. Yutuqlaringiz bilan tabriklaymiz. Kutganmidingiz? Rahmat kattakon. To'g'risi 100% kutmagandim, qanchadir ehtimoli bor edi. Mana shu mehnatimizni qadrlab, bizni shu darajada e'tirof etayotgani uchun ta'limimizga, ta'lim loyihamizga, rahbariyatimizga kattakon minnatdorchilik bildiraman. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum ustoz. Tabriklaymiz yutuqlaringiz bilan. Kutganmidingiz? Rahmat. To'g'risini aytsam kutmagandim. O'sha kichkina mehnatlarimizni yuqori darajada e'tirof etishlarini juda ham xursandman. Bundan juda ham xursandman. Xudo xolisa yana ham ko'p yillar, xudo xolisa mana shu ustozlik karyeramning oxirigacha shu Registon bilan birga bo'lish qarorini qabul qilganimdan har yili yana ham xursand bo'laman, yana ham to'g'ri qaror qabul qilganimga amin bo'laman. Xudo xolisa yana ham yuqori zafarlarni birgalikda erish nasib qilsin hammamizga. Assalomu alaykum. Avvalambor yutuqlaringiz bilan tabriklayman. Kutganmidingiz shunaqa natijalarni?
To'g'risi kutmagandim. Chunki o'tgan yili taqdirlangandek, bu yil endi boshqalarga ham nasib qilsin deb. Mana nasib qilgan ekan. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum. Birinchidan yo'q kutmagandim. To'g'risi juda ham kutarsiz bo'ldi. Chunki aslida video oyimga yozayotgandim. Shu meni ismi chiqqani ko'rinib qoldi. Oyimga ajalla video yozmoqchiman endi hozir. Oyim hayron bo'lib yozibdilar. Hozir menga nima deb seni chaqirishdi deb, nima bo'lyapti deb. Shunga juda ham xursandman. Rahmat Registonga. Bilan tabriklaymiz. Kutganmidingiz? Rahmat kattakon. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. To'g'risini aytsam, men kutmagan edim. Ekranda ismim chiqqanda juda ham hayron qoldim, rostini aytsam. Va fursatdan foydalanib hamma meni qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat aytmoqchiman. Birinchi o'rinda ota-onamga rahmat aytmoqchiman. Shuncha meni voyaga yetkazib, katta qilib, shu darajaga yetishimga meni ota-onam birinchi o'rinda sababchilar deb hisoblayman va undan keyin bizga shuncha imkoniyat yaratib bergan rahbarimiz Umid ustozga ham kattakon rahmat aytib qolaman. Jamoamizga gap yo'q. 60 ta filial ichida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kirityapti. Toshkent shahridan Qo'yliq filiali. Umid Eshkeldi. O'qi. Dunyo o'zgarmasa bizlar joyda turar ekanmiz. O'sish bo'lmasa qayerlarda qolar hunar. Kim yoningda bor qaragin, kim atrofingdadir. Ortga tashladingmi qadam yo oldingadir. Qanotlar qayrilgan qo'lingda kishan, ba'zida bu jangda bo'lmaydi oson. Sabablar o'shalar, natija o'zidan o'rningdan tur, o'zingga ishon. Bunu Registon mash'ali, tarixiy g'alaba kelajak sari. O'zgartir dunyo qarashingni, buyuk tarix uchun o'zgartir. Bir xillikdan chiqib o'sishni boshla. O'zgartir chegaralardan voz kechish uchun o'zgartir. Parvozingni boshla, baxtli qil oilang. Orzular har xildir, manzillar o'zga. Sen esa o'zingiz aslida o'zga. Maqsad saridadir qadaming tashla. Ayol ta'lim olganda ta'lim olar bola. Ko'rganing yolg'onmi yoki-da haqiqat, yig'ishtirlar undan. Yoshliging g'animat, standart fikrlar, standart qarash, orzular jim burchakda joddalash. Oladi beradi bora bu kor, ko'zlari isrof, vijdoni qor. Halolda haq, haromda hasad, aqlingni ishlat, fikrla qara. O'zgartir dunyo qarashingni, buyuk tarix uchun o'zgartir. Bir xillikdan chiqib o'sishni boshla. O'zgartir chegaralardan voz kechish uchun o'zgartir. Parvozingni boshla, baxtli qil oilang. O'zgartir 80 ming o'quvchi, 10 yillik tarix. O'zgartir Registon bilan qanotlar qayrilgan qo'lingda kishan, ba'zida bu jangda bo'lmaydi oson. Sabablar o'shalar, natija o'zidan o'rningdan tur, o'zing ishon. Registon mash'ali, tarixiy g'alaba kelajak sari.